Shoshilinch xabar. O'zbekistonda pensiya tizimi haqida juda katta yangilik e'lon qilindi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar va aziz yurtdoshlar. Bugungi videoyimizda mamlakatimizda keng muhokama qilinayotgan juda muhim yangilik haqida gaplashamiz. Agar siz yoki yaqinlaringiz pensiya yoshiga yaqinlashayotgan bo'lsa, ish faoliyati bilan bog'liq muammolarga duch kelayotgan bo'lsangiz yoki kelajakdagi moliyaviy barqarorlik haqida o'ylayotgan bo'lsangiz, unda bugungi ma'lumot siz uchun juda muhim bo'lishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling, chunki bugun tarqalgan ushbu yangilik ko'plab fuqarolarning hayotiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Avvalo sizlardan kichik bir iltimosimiz bor. Agar siz mamlakatimizda sodir bo'layotgan eng so'nggi yangiliklar, muhim qarorlar va oddiy fuqarolar hayotiga ta'sir qiladigan ma'lumotlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lib borishni istasangiz, hoziroq videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Sizning qo'llab-quvvatlashingiz biz uchun juda muhim va aynan shu sababli sizlar uchun yana ham foydali va dolzarb ma'lumotlarni tayyorlashga harakat qilamiz. Endi esa asosiy mavzuga o'tamiz. So'nggi kunlarda O'zbekistonda pensiya tizimi bilan bog'liq yangi taklif va o'zgarishlar haqida muhim ma'lumotlar paydo bo'ldi. Mutaxassislar va ekspertlarning aytishicha, yaqin vaqt ichida ayrim fuqarolar uchun pensiyaga chiqish tartibida muhim yengilliklar joriy etilishi mumkin. Ushbu yangilik ayniqsa ish joyini yo'qotgan yoki ish faoliyatini davom ettirish imkoniyati kamaygan fuqarolar uchun katta yordam bo'lishi kutilmoqda. Ma'lum qilinishicha, agar fuqaro ishlayotgan korxonasida shtat qisqartirilsa yoki tashkilot faoliyati butunlay to'xtatilsa, ya'ni korxona yopilib ketsa, u holda o'sha xodimlarga pensiyaga 2 yil oldin chiqish imkoniyati berilishi mumkin. Bu esa ko'plab insonlar uchun juda katta yengillik bo'lishi mumkin. Chunki ko'pchilik fuqarolar uzoq yillar davomida ishlaydi, ammo pensiya yoshiga juda oz vaqt qolganda turli sabablar bilan ish joyidan ayrilib qoladi. Bunday vaziyatda yangi ish topish juda qiyin bo'lishi mumkin. Ayniqsa yoshi katta insonlar uchun yangi ish topish ko'pincha katta muammoga aylanadi. Ko'plab tashkilotlar yoshroq xodimlarni ishga olishni afzal ko'rishi sababli katta yoshdagi insonlar ish qidirishda uzoq vaqt qiynalishi mumkin. Bu esa oilaviy byudjetga ham salbiy ta'sir qiladi. Shuning uchun yangi taklif qilinayotgan tizim aynan shunday vaziyatlarni yengillashtirishga qaratilgan. Agar inson o'z aybi bilan emas, balki korxonadagi shtat qisqarishi yoki tashkilot yopilishi sababli ishini yo'qotsa, u holda u 2 yil oldin pensiyaga chiqish imkoniyatiga ega bo'lishi mumkin. Bu esa insonlarga moliyaviy barqarorlikni saqlab qolish imkonini beradi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, ushbu yangilik pensiya tizimidagi ijtimoiy himoyani yanada kuchaytirishi mumkin. Hozirgi paytda ko'plab davlatlarda ham shunga o'xshash tizimlar mavjud bo'lib, ular ish joyini yo'qotgan fuqarolarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan. O'zbekistonda ham bunday yondashuv joriy etilishi fuqarolar uchun muhim ijtimoiy yordam sifatida baholanmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, ushbu yangi qoidalar 2026-yil 1-iyundan boshlab joriy etilishi rejalashtirilmoqda. Agar ushbu o'zgarishlar rasman kuchga kirsa, ko'plab fuqarolar ushbu imkoniyatdan foydalanishi mumkin bo'ladi. Bu ayniqsa pensiya yoshiga yaqinlashgan insonlar uchun katta yengillik bo'lishi kutilmoqda. Ekspertlar yana bir muhim jihatni ham ta'kidlamoqda. Ularning fikricha, bu yangilik ayniqsa ayollar uchun ham katta yordam bo'lishi mumkin. Ma'lumki, ko'plab ayollar ish faoliyati davomida farzand parvarishi yoki oila mas'uliyatlari sababli ma'lum muddat ishlamay qoladi. Natijada ular pensiya yoshiga yaqinlashganda ish faoliyatini davom ettirishda qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin. Agar bunday vaziyatda ayol ish joyini yo'qotsa, yangi ish topish ham oson bo'lmaydi. Shuning uchun 2 yil oldin pensiyaga chiqish imkoniyati ayollar uchun ham katta yengillik bo'lishi mumkin. Mutaxassislarning aytishicha, bu kabi ijtimoiy choralar jamiyatdagi barqarorlikni saqlashga ham yordam beradi. Chunki inson o'zini moliyaviy jihatdan himoyalangan deb his qilsa, u hayotdagi turli qiyinchiliklarni yengilroq qabul qiladi. O'zbekistonda so'nggi yillarda ijtimoiy himoya tizimini rivojlantirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Pensiya tizimini takomillashtirish ham ana shu islohotlarning muhim qismi hisoblanadi. Shu sababli kelajakda pensiya tizimida yana boshqa yangiliklar ham paydo bo'lishi ehtimoli bor. Hozircha esa fuqarolarga rasmiy yangiliklarni kuzatib borish tavsiya etiladi. Agar siz yoki yaqinlaringiz pensiya yoshiga yaqinlashayotgan bo'lsa, ushbu yangiliklar siz uchun juda muhim bo'lishi mumkin. Chunki kelajakda aynan shu qoidalar sizning moliyaviy barqarorligingizga ta'sir qilishi mumkin.
Aziz tomoshabinlar, agar siz mamlakatimizda sodir bo'layotgan eng muhim yangiliklardan xabardor bo'lib borishni istasangiz, hoziroq videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Shuningdek, ushbu videoni do'stlaringiz va yaqinlaringiz bilan ham ulashing, chunki bu ma'lumot ko'plab fuqarolar uchun foydali bo'lishi mumkin. Sizning qo'llab-quvvatlashingiz biz uchun juda muhim va aynan shu sababli sizlar uchun yana ham foydali va dolzarb ma'lumotlarni tayyorlashga harakat qilamiz. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Keyingi videolarda yana muhim yangiliklar bilan albatta uchrashamiz.